Qizingni o'qitmaysan biza chachitib o'ladi. Mana men domla sifatida aytaman. 3-qizimni men medinstitutda o'qitib doktor qilmoqchiman. Ummatga xizmat qilmoqchiman. Sizni onangiz, qizingiz, ayolingizga qaraydigan ayol doktor qilmoqchiman men. Ayollar klinikasi ochmoqchiman men. Nima deysiz shu narsaga? Yomonmi shu? Nabarut mulla qilgandan ko'ra yaxshiroq deb bildim men shuni. Nimaga ayol doktorlarda qiynalganim uchunman. Onamga, ayolimga, opamga ayol temada juda qiynaldim men. Keyin savol berdim o'zimga o'zim, to'xta. Hozir mana shu qizimni o'zim Xudoni tanitib, payg'ambarni tanitib, xaritni tanitib, lekin doktor qilaman men qizimni. Mana kichik qizim doktorlikka tayyorlayapman. Medinstitutda o'qitaman. Boradi, o'qiydi, talaba bo'ladi. Nima bo'ladi? Bu ummatga xizmat emasmi? Ummatga xizmat faqat qorilik bilanmi? Ummatga xizmat faqat domlalik bilanmi? Ummatga